Agar yodingizda bo'lsa, biz o'tgan galgi dasturlarimizning birida 2018-yilga qadar respublika hududi bo'ylab o'zboshimchalik bilan qurib olingan xonadonlarga kadastr hujjati berilishi tartibi joriy qilinganligi haqida ma'lumot bergan edik. Ha, 2018-yil 1-mayga qadar noqonuniy qurilgan uylar. Ana endi yaxshi bo'ldi. Endi tushundim. Bu tarixiy jarayon. Faqatgina bundan to'g'ri foydalanish kerak. Mahalliy hokimliklarning takliflarini olib, kadastr agentligi umumlashtirib, mahallalar reja jadvalini taqdim etdi. Bugunga kelib aynan ushbu tizimning birinchi natijalari e'lon qilindi. Ya'ni Buxoro viloyatining Jondor tumanida 5 ta xonadon egalari kadastr hujjatlariga ega bo'ldi. Bu boshlanishi. So'zimizning isbotini esa aynan mana shu monitor orqali ko'rsatib berishar ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rib chiqilayotganlar soni 357 tani tashkil qiladi. Muhokamadagi yer uchastkalarining soni 58828 ta va e'lon qilingan yerlar 10021 tani. Buxoro viloyatining Jondor tumanida 5 ta fuqarolarning yakka tartibdagi uy-joylariga va ular egallagan yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarini e'tirof etish bo'yicha xalq deputatlarining Buxoro viloyat kengashining qarorlari qabul qilindi. Yangi qarorni oldik. Buning uchun prezidentimizga, boshimizga avvalambor katta rahmat deymiz. Shu kadastr xodimlariga uyimizdan yugura-yugura qilmasdan, bironcha murojaat qilmasdan o'lchab ketishdi. Bu qarorni olgandan juda ham xursandmiz. Shu kattakon rahmat deymiz. 20 taga yaqin vazirlik idoralari hammasini o'zini Ijobiy xulosasini berish kerak. bitta yer uchastkasiga nisbatan ijobiy xulosasini beradi. Yakuniy xulosa qabul qilinishi bu publikatsiyaga, ya'ni e'longa chiqariladi. Demak, bilishimcha, ana endi 5 tadan keyingi ro'yxat bular bo'lishi mumkin. Albatta. Tayyor turing. 10 mingdan ortiq xonadon egalari yaqinda siz ham xonadoningizga hujjat olishingiz mumkin. Buning ichida butun respublikadagi hamma viloyatdan bor. Xo'sh, o'zi shu kunga qadar xatlov jarayonidan respublika bo'yicha nechta xonadon o'tdi? Bu jarayon qachongacha davom etadi? Eng muhimi, shu kungacha tanish bilishchilik bo'lmadimi? Mana shu savollarga baribir Ne'mat akamizdan javob olmasak bo'lmaydi, yuring. Bugungacha 180 mingga yaqin xonadonlarning xatlovi amalga oshirib bo'lindi. Xatlov 2028-yil 1-yanvargacha davom etadi. O'zbekistonda birorta mahalla, birorta ko'cha, birorta uy qolmaydi. Kirilmagan. Xavotirga o'rin yo'q. Hali siznikiga borishmadimi? Xonadoningizni ko'rishga shoshilmang. Borishadi. Kuting. Faqat sabr bilan kuting. Kadastrga kelmang. Aziz yurtdoshlar, agar sizni mahallangizga xatlov belgilanganida xabaringiz bo'lsa, iltimos qilamiz, uyingizda bir yoshi kattaroq inson yoki uyi xat hujjatlarini tushunadigan, qurilgan vaqtini biladigan bir mas'ul odam bo'lib tursin, chunki xatlov vaqtida bo'lishi to'g'rirog'i keyingi mahallaga vaqtida yetib borilishi sizga ham bog'liq. Iltimos, xatlovdan xabaringiz bo'lsa, mahallangizga kelishi bo'yicha uyingizda bo'lib turing. To'g'risini ayting. Tanish bilishchilik jarayon. Bo'ldimi yo'qmi? Odamlar qanaqa qilib o'zi kuzatish mumkinmi yo'qmi? e'tirof.kadastr.uz kirib kuzatib, nechta e'tiroz, nechta rad bo'ldi, nechta ijobiy bo'ldi, hammasini onlayn ko'rib tursanglar bo'ladi. Qo'l telefonlari yoki kompyuterda o'zingiz hammasini kuzatib boring. Bu esa xolislikni ta'minlaydi. Birga kuzatishda davom etamiz. Ishingizga omad. Hozir 5 tasi hal bo'lgan bo'lsa, endi ana 5 mingtasini, 10 mingtasini, 50 mingtasi hal bo'lganda 1 million talarini ham xudo xolasa birgalikda xursand bo'lib inshaallaymiz. Sizlarga kuch-quvvat, charchamanglar, davom etavering. Salomat bo'ling. Biz keyingi lokatsiyaga yo'l olamiz, ketdik.